salamatlyk. Berse şu qarındaşımızdan şu baratgan jerge baryp ýaxşy bolup sakaýyp bersen ama şu baldar kızlaryň aldyga gaýtyp gelýän nasip bolmasyn. Allahu ekber. Ya yaxşymysiz o'ziz? Nimalar chiqib, o'sha harakatlar yaxshi Xudo xolasa. Xudo xolasa bu bir sabab xolos. Alloh o'zi xohlab qo'ygan bo'lsa, birpasda bitadi inshaalloh. Biz ham mana yangi ovqat elining nomidan shu o'tganda xabar olib ketdik. Yana men qo'ldan kelgancha aksiyonlarga keke qo'y qildik. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu yangi ovqat elimiz qayerda qiynalgan, qayerda shunaqa qiynalgan bo'lsa-ki, tashlamayapmiz. Yet shuna qo'yib qoldi. Alloh ihsonlarni qabul qilgan bo'lsin. Shunga biz ham o'zimizda opaydi, burundan tanar edik, shunaqa endi xo'jayin o'tib ketuvdi. Bu opaga ham dard kelib qopti deb aytsak elimiz tek qarab turmadi. Qo'lidan kelgancha ihsonini qildi. Bu ihson ham ishtima emas aslida, bu pullar ishtima emas. Bu pul bilan birga el duo ham qiladi-da. Shu opaga shifo bersin, bolalarga bosh bo'lsin deb turib duo qiladi. Shunga endi mana bu Aqil aka, bu yangi ovqat elidan mana shu bir hafta ichi to'pladik. 490 ming pul tushgan ekan. 490 ming. Endi biz ana valyuta ukamizga 10 ming qarz berib tur, yana chiqib hisobga beramiz dedik, tam 500 ming qilib 500 ming mana shu yangi ovqat elidan Xudo xolasa mana shu opamizga olib keldik Xudo xolasa. Endi qo'limizdan kelgancha odamlar ham oz bahor sari ekan, biroda bor, biroda yo'q ekan. Lekin shunchalik oshirib berishdi, rahmat. Alloh razı olsun. Xudo xolasa shu pullarni qo'shib, o'zlaridan to'plagan pullarga. Bo'lib qoldimi sizlarda ham? Yaqinda Xudo xolasa. Yaxshilar bo'ldi Xudo xolasa. Shu endi mana shu yangi ovqat elidan Do'ng qishloq, Sholdirama, Toshqo'rg'on, Bog'ko'cha, Pastko'cha, Qirko'cha, Shakar qishloq bor. Hamma yo'qdan eshitgan odam borki, qarab turmadi. Qo'lidan kelgancha pulini berdi. Shu xudosi 500 ming sizga yangi ovqat elidan bir ozgina olsa ham yordam. Shu bundan bu yerga Alloh subhanahu taolo dardingizni o'zi olsin, o'zi shifo bersin, yaxshi bolalaringizni o'z boshqa yuroring. Bu pullar ishtim emas. Xudo xolasa shifo Allohdan. Shunga bir o'zingiz bir yangi ovqat eliga bir duo qilib bering. Amin. Avvalambor yaratgan Alloh subhanahu va taolo cheksiz maqtovlar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa alayhisalom salatlar bo'lsin. Allah razı bo'lsin. Barcha janoqat mo'min bir tuğanlarım, jana o'z maylimdagi жалаңмаш qirg'iz elime cho'ng razılık bildiremin. Allah razı bo'lsin. Tapqanlarga baraka bersin. Bana birdi berse Allah taolo mingdi bersin. Bizden qaytmasa Allah taolo men qaytsin. Cho'ng rahmat. Allah razı bo'lsin babaringizlarga. Rabbana atina fid dunya hasanatan va axirat hasanatan va qina azabannar. Allah subhanahu cheksiz maqtovlar bo'lsin. Suyukli payg'ambar Canı kataydı hükümet üzerinde şu bir tuğanların hizmet kıldıkan bir tuğanlardan kimi koşul salım koşulduğun bir tuğanların bağırtın Allah subhanahu razı olmasın. Şu koldan keşince bir hizmet kılıp koşul hazır miras tuğan jakşı etdi. Bu pul mene koşul duası hem kel udatlar. Allah razı olacağın şu içe özünüzge şu şifa olsun degan maksatda jakşı niyet mene. Bu akça hakikatten men kol kelip ketedi. Biroq negizisi şu Müslüman bir tuğanız ekenler. Özün jat emas şu jakın bir tuğans katары ушуна bir kel udat. Allah subhanahu cevabına Allah razı olmasın. Az bir dua kılayla. Elhamdülillah. Salatu vesselam ala Resulillah. Allah subhanahu özüne çeksiz maqtovlar olsun. Suyukli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve salam olsun. Allah'ın özünü görüp durasın. Allah subhanahu uşul cengizge özüne şifa bergen.
Allah mutlu kılgan eksanlarımızda şu hizmet tutkan bir tuğanlarımızdan Allah'ın bağırın, Allah'ın özü razı olmasın. Halklarda kanday жақсы niyet maksat olmuş Allah'ın niyetlerine жеткен olsun. Ballarını, yakınlarını жақсылığını görüşün Allah'ın nasip olsun. Allah'ın ömrüne, rızkısına Allah'ın bereke vergen olsun. Allah mutlu çalsın, eylüzgen, tumaq, çeyrüzgen, tanıştık bilgen olsun. Allah mutlu çalsın, razı olgun olsun. Rabbena atina fid dünya hasene, ve fil ahiretu haseneten ve qina azabennar. Allah razı olsun. Yana bir hayırlı ketay deganim. Mana hurmatli akalar, ukalar, inshaalloh omonatlarimiz mana yetdi. Alloh subhanahu taolo bir-birimizga bo'lgan ishonchimizni yo'qotmasin. Doim bir-birimizga yordamchi bo'lishlikni, shunaqa ishlarda bir-birimizni yelka turishlikni hammamizga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh bu ejamiz sog'ayib kelib bir to'ylarida xizmat qilishni ham hammamizga o'zi nasib qilsin. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Uni kötü teyip turibdi mi o? Teyip olmadın. Yaxshi. Meme biz hali kichkina bir ayıl sırtda bolup ayağı hayda fonda çok kat şalbayattılar. Allah nasip kılsa bundan bir to'liq siz müçöz qatar esepteysizler. Qanday bir iş olsa biz sizlerin şu canınızlarda şu hayda fond bilan birge öz şu jalpı cemaat bilan Allah subhanahu şu aylımızdan, elimizden cemaatine Allah razı olmasın. Yalnız özün atınız emas, cemaatin atından razıçılık bildiririz. Allah subhanahu eksanlarınızı kabul kılmasın. Cennet kesamette dua verin. Amin. Amin. Birinçiden elimizde tinçlik, amançılık, toqçılık, molçılık, ıntımakçılık olsun. Buna hizmet kılıp tasarı bir tuğandar sizlerge kılgan hizmetiniz Allah Teala razı olmasın. Şundan canıqat eliga çoğun rahmat. Tüm korkutun atıdan razı oluruz aytıp ketemiz. Kan hizmetinizden razı oluruzlar. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Rahmet. Rahmet. Uçuş bir